Hammaga salom. Sizlar bilan Uborka Time ikkinchi qism. Qani ket. Bismillah deb ishimni birinchi bo'lib joyimni to'g'rilashdan boshlab oldim. Joyimni tekis qilib to'g'rilab olganimdan keyin yuviladigan kunlarda ajratib, pardani yog'ni tortib, oxiri chiroyli qilib tekis qilib to'g'rilab oldim. Stol ustiga ortiqcha narsalarni olib bo'lganimdan keyin toza qilib artishni boshladim. Stol usti toza bo'lgandan keyin tumbalarni tepaga olib joylashtirib bo'lib, keyin bo'lsa pilisos qilgan o'tdi. Pilisos qilgunimcha sizlar bilan gaplashib olmasam bo'lmaydi. Xullas o'rtoqlar, men opam uyda turibman. Bu degani er-xotinning o'rtasida yashayapti degani emas. Nimaga bunaqa tushunasizlar? Menga tushuntirib beringlar shuni. Negativchilar uchun qop gap topildi. Yana meni eng ko'p asabimga tegadigan savol. Men pochcha demaysiz, aka deysiz. Bunday fikrlash doiralarini keyinroq qilsalaring bo'lmaydimi? Hammani oilasi har xil. Balki pochchadan ko'ra yaqinroq o'zimizga olganimiz uchun akadirmiz. Akamiz yo'qligi uchun akadirmiz balki. Xullas ularga gap topib bo'lmaydi. Sizlar yaxshi bo'lsalaring ham gapirishadi, yomon bo'lsalaring ham gapirishadi. Yana meni eng xursand qiladigan narsa negativchilarim. Men uchun qimmatli vaqtlarini sarflab menga yozayotgani meni xursand qiladi. O'shaning uchun o'rtoqlar, sizlarga ham negativ yozishsa hech ham xafa bo'lmanglar. Chunki ular qiladigan ishlari yo'q, qimmatli vaqtlarini sizlarga sarflab negativ yozib o'tirishadi. Sizlar bilan suhbatlashguncha shuncha joy tozalab bo'ldim. Yana qanaqa videolar chiqarishimni xohlaysizlar, kommentga yozib ketinglar. Sizlarni yaxshi ko'raman. Hammaga xayr.